Voy, mablag'lari ham matviy turibdi-da. Qaniydi bironta qarindoshim jendara qidirib yurganda, shaxsan o'zi mana shuni taklif qilgan bo'lardi. Chunki mashina menga ma'qul. 2020-yil, lekin ko'rinish 2023da berib turibdi-da. Salon holatiga e'tibor beringizlar qarang. Tablo tuning qilingan, medikal pult, Captiva prozgreylar qo'yilgan. Propan 4-paketdan yana salondan bir xil olgan. Bir xil salondan olgan. Xodim odamlik. Gaishnik akalar. YPX xodimlari bormi bizlarning obunachilarimiz ichida? Bitta ekranga like bosib keting, chunki hamkasblaringizni mashinasini men e'longa qo'yapman. Endi bitta tashqarisini bitta ko'rsatay. Men nimaga mashinani turishi yo'qyapti dedim-ku. Chunki 20-yil o'zi bitta gapim bor-da, salondan olgandan keyin mashinani akkuratni haydaydi degas. Chunki de yangi mashin bir qo'l deylar-ku, bir qo'l deb mana shuni aytdilar. Kapotda bitta, ikkita tosh tekkan joyi bor ekan, uchinchisi ham bor ekan maydakcha. ABS'lar bor, gaz 4-pakaleni. Mashincha zo'r. Ana shunaqasini qidirib yuribsizmi? Bo'lsin qarang. Amerikanka farani originaldan qo'yilgan. Poddelka emas. Va, led faralar. Balon yangi balon qo'yilgan. Sonsuzlashda plyonka urilgan ekan. Shumka bom. Afsuski yo'q. Salon holatiga o'z ko'zingiz bilan kelib ko'rasiz-ku. Buni qarang. Aka dedim, mashinani taxlaganmisiz dedim. Uka dedi, endi shu gapni sen menga aytsang men xafa bo'laman-da dedi. Nimaga desam, mashinani qanday haydab yurishimni o'zing ko'rgan-ku. Haqiqatan mashina bo'ku. Endi 20-yildan uylariga borgan, ishga kelgan. Uylariga borgan, ishga kelgan. Ishga kelgan, uyga borgan. Orqasini ham bitta ko'rsating-da qanday turibdi. Saminglarni zo'r tomonini o'zi ko'rsataman, bagajnik. Bagajnik haqiqatan ham o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz-ku. Yo, bu mashina 20-yil demaysiz. 23-yil deysiz. Mana o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Keling. Yaxshilab oling, o'qing. Mana bitta qaraygan joy mana bu tomonda o'zi qaraymagan. Nimadan ma'lum? Chunki-da yuk ortilgan bo'lsa, bitta changam tegmaganda zo'rda. Optro stopini aytmabman. Optro stop ham original qo'yilgan. Yakson qiling. Siz ham yakson qiling. Biz tanish bilishchilikka qaramaymiz. Tanish bilishchilikka qaramaymiz. O'zimizda yaxshi akamiz bo'lsa ham yakson qilib tashlaring narxini. Kraskalar absolyutno top-toza desak bo'ladi. Kalinkada ozgina petno bor ekan. Ozgina kalinkasida. Yana olib borib, kraskasini, probegini hamma joyini ko'rsating. Bir kurukdan zot yurgan. Narxi $10,700. Egar savdosi yo'q deb qo'ying, hay dedi. Men unaqa qila olmayman dedim. Savdosi bor. Ozroq bo'lsa ham, hatto xayriga $50 so'rang. Yo $100, yo $500 so'rang. Savdo qilsangiz bo'ladi, bemalol. Nomer telefon pastda bo'ladi. Ekranga like bosib, keyin telefon qiling. Sog' bo'ling.